Lamine Yamalning karyerasi hatto 28 yoshga yetmasdan ham to'liq tugashi mumkin desam ishonasizmi? Buning sababi esa shu qo'rqinchli nazariya va bu shunchaki tasodif emas. Do'stim, hoziroq like bosib obuna bo'l. Bu sen uchun atigi bitta tugma, lekin men uchun yangi videolarni chiqarishga eng katta motivatsiya. Futbolchilar o'smirlik davridayoq o'ynashni boshlasa, ularning tanasida, ayniqsa oyoqlari vaqt o'tishi bilan juda katta yuklama ostida qoladi. Masalan, Eden Hazard 2009-yilda atigi 17 yoshli Lille safida o'ynay boshlagan. U shunchalik yaxshi o'ynardiki, bir mavsumda 50 tagacha o'yin o'tkazardi. Natijada 28 yoshga kelib oyoqlari juda charchab, karyerasini erta yakunlashiga to'g'ri kelgan. Xuddi shunday holat Dele Alli, Michael Owen va Raheem Sterling bilan ham yuz bergan. Ularning barchasi juda erta boshlagan va 30 yoshga yaqinlashganda keskin pasayish kuzatilgan. Shu mantiqqa ko'ra, agar Yamal har mavsumda 40 tadan ortiq o'yin o'ynashni davom etsa, uning karyerasi 30 yoshga yetmasdan ham yakunlanishi mumkin.